Bitta piyoz bilan tezda yo'taldan qutulish sirini bo'lishaman. Bu tabiiy antibiotik, albatta ishingizga yaraydi. Bitta sariq piyoz o'rta bo'y bo'lishi kerak. Pichoq bilan avaylab ichini o'yib oling. Zubochistka bilan tagidan teshikchalar oching. Men buni turk qaynonamga tayyorlab berdim. 2 kunda yo'taldan qutuldi. O'zbekistonda vaqtimiz, buvijonim har doim kasal bo'lib qolgan vaqtimiz bizni shunaqa qilib davolagan. U piyozni stakanning ichiga to'g'irlab qo'ying. 2 osh qoshiq toza asal soling. 3-4 ta qalampir munchoq solib qopog'ini yopib qo'ying. 30 minutdan keyin stakanga tushgan suvini iching. Qaynonam bunga tabiiy antibiotik deb nom berdi. Iltimos, bu tabiiy foydali antibiotikni hamma tanishlaringizga yuborib qo'ying. Yo'tali to'xtamayotgan bolalaringiz uchun aptekadan qimmat dorilarni olaverib toza charchadingiz. Bo'ldi, shotda to'xtang, bunaqasi ketmaydi. Cho'nchagingizda 8000 so'mgina pulingiz bo'lsa, borib tezgina bitta banan sotib oling va ustidan tozalab, videoda ko'rsatilgandek to'g'rab oling. Qizib turgan tovada sifatli toza sariyog'ni eritib olib, to'g'rab olgan bananlarni ikkita tomonini qizartirib qovurib olasiz. Shu qizartirib qovurib olgan bananlarni sovutib, bolaga yedirib olasiz. Kechasi bilan xo'r jamoasida yo'talib chiqib o'tgan 4 ta bolali ona sifatida shuni ayta olamanki, 200 ming 300 milli dorilar ta'sir qilmagan yo'talni shu bittagina 8 milli bilan taqa-taq to'xtatdi. Bu videoni bolasini yo'talni to'xtata olmayotgan ko'p bolali onalarga tashlab qo'ying.